Bizani dodamizani kecha adashib olib kelishibdi. O'sha kishini olib ketgani keldim. Bu yerga hech kim adashib kelmaydi. Undan keyin olib ketishga kim bo'lasiz? Mahalladoshimiz. Farzandlari bormi? Yo'q. Farzandlari kelish kerak. Bu yerga xohlagan odam kelib olib keta olmaydi. Men nima deyotganimni tushunyapsanmi? Farzandi yo'q deyapman senga. Ularning oilasi yong'inda halok bo'lgan. Farzandi ham, aka-ukasi ham, oilasi ham mahalla. Qarindosh urug'i bo'lmasa olib chiqib keta olmaysiz. Sen kecha molingni olib chiqib keta olmaganing uchun menga ateq qilyapsan-a? Unga emas. Kecha ishchilaringiz qonun bo'yicha gaplashdimi? Men ham qonun bo'yicha gaplashyapman. Yaxshi, qonunni bilsang. Endi nima ular? Shu yerda qoladilarmi? Yo'q. Ular vaqtinchalik davolanadilar. Keyin olib chiqib ketadigan qarindoshlari bo'lmasa, qariyalar uyiga. Sen nima deyapsan? Og'zingga qarab gapir. Yo'qotib yuboraman, politsiyani yo'q yuboraman. Bo'ldi. Yo'q, bizda qariyalar uyi, nimalar deyapsan? Bo'ldi. O'zingizni bosing, shovqin qilmang. Odamlar samini buzasan. Bo'ldi qil. Menga qara. Biz lo'lilar hech qachon ota-onamizni qariyalar uyiga, farzandlarimizni bolalar uyiga tashlab qo'ymaymiz. Sizlarda